Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah mana 14 iyuldan 15 yilga o'tar kechasi hukumat travelning navbatdagi guruhi bilan inshaalloh Jidda shahriga safarlarimiz davom etyapti. Alloh taolo qiladigan safarlarimizni Alloh taolo barakotli qilsin. İnşallah amonida, hibzi himoyasida, xursandchilikda yetib borib ibodatlarni to'la to'kis ado qilib, fayz qutuq barakotlar bilan duoyi mustajob, zambi mag'fur, sayi mashkur, ibodat maqbulalar bilan qaytmoqligimizni hammalarimizga nasib qilsin. Alloh taolo safar mashaqqatlaridan saqlab, inshaalloh safarlarimizni bexatar, ibratli, ibodatli, hidoyatli, barakotli safarlardan bo'lmoqni nasib eylesin. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Assalomu alaykum.